Ey, men senga necha marta aytganman, ovqat chap qo'lda emas, o'ng qo'lda yeyiladi. Dadasi, bu nima qilganingiz? Bola-ku. Sen jim tur, u xursand bo'lsin shunaqa zo'r zamonda yashayotganiga. Biz paytimizda otalarimiz qanaqa bo'lgan u? Ay! Esingda qoldimi? Bo'ngqo'r. Ana esingda qoldimi? Bor endi ovqatingni ye. Ovqatingni kovlamasdan tez-tez ye. Yo'q, bu menga ovqat yoqmadi. Qaysi ovqat yoqadi o'zi sizga? Bu nima? Molni ichagi. Kechga senga zo'r ovqat qilib beraman. Xo'p? Mi? Oxirgacha ich tutingni. Qani o'g'lim, dorilaringizni iching. Yo'q, ichmayman. Voy, nimaga ichmaysan? Qara qanaqa zo'r dorilar, gilosli, qulupnayli. Bularni ichsang 2-3 kunda sog'ayib ketasan. Oho, o'g'lim sizga mazza ekan, ha? Har xil ta'mli dorilaringiz bor ekan. Ham meni yoshligimda bo'lsa, Hop, hozir o'zim seni davolab qo'yaman. Qani og'zingni och. Ma. Achchiq. Achchiq emas, tishla dedim. Qani? Ha. Endi chisnodi ham solaman burningga. Ana. kim sindirdi telefonimni? Yoki sen sindirdingmi? Ha, men sindirdim. Ha, bolam, buni o'ynayotganda ehtiyot bo'lib o'ynalmaydimi? Endi shu ham problemami, yaqinda yangi sinov olasiz. Men yoshligimda biror narsani sindirib qo'ysam, dadam menga qarab turardi. Dadamni ko'zlariga qarab bilib olardim men aybim. Bezrayib gapirib turishingni qara. Dada sindirib qo'ydim. Dada bir chekka turaymi? Siz uchundim, dada. Qalay, yoqdimi? Shuni olib beraymi? Yo'q, yoqmadi. Menga boshqasini olib bering, dada. Ha, bo'pti, hop, yur, ketdik. Ana, o'yinchog'ing ham tayyorma. Wow! Rahmat, dada. Bor endi o'yna. Yerda bizga kun yo'q. Yangi ishtoningga nima qilding? It yirtvordi. Ha, bo'ldi hozir bannisaga boramiz, kindigingga 40 ukol olamiz, xo'p? Dada, buni itmas, men qildim. Burchakka tursam maylimi? Bo'pti, bor, tur. Rahmat, dada. Seni osmon